Bugun Namangan viloyati barcha sohalarda bo'lgani kabi axborot texnologiyalari sohasida xizmat ko'rsatishda ham respublikada yetakchi o'rinlarni egallamoqda. Buni qayd etilayotgan natijalar raqamlashtirish ko'rsatkichlarini barqaror o'sishi va xizmatlar eksporti kengayayotgani ham isbotlab turibdi. Ayniqsa davlatimiz rahbari tomonidan IT sohasini turli yo'nalishlarni rivojlantirishga qaratilgan e'tibor, yaratilayotgan sharoitlar eksportyorlarni qo'llab-quvvatlash o'z samarasini ko'rsatmoqda. Viloyatda faoliyat yuritayotgan IT markazlari esa yoshlarni shu sohaning mutaxassislari bo'lib tayyorlashga zamin yaratmoqda. Dasturlash, outsourcing, raqamli marketing, kiberxavfsizlik va sun'iy intellekt kabi yo'nalishlar dunyo iqtisodiyotini harakatlantiruvchi kuchga aylangan. Raqamli texnologiyalar tobora rivojlanib borayotgan bir paytda viloyatning IT mutaxassislari tomonidan chet davlatlarga sotilayotgan dasturlarning ko'lami kengayib borayotgani ham quvonarli. Tarmoqni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar va rejalarni tahliliga to'xtaladigan bo'lsak, 2026-yilning birinchi choragi yakuni bilan aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmi 415,1 milliard so'mni tashkil etib, bu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 107,4% ga oshganini ko'rsatadi. Shundan kompyuter dasturlash xizmatlari 49,8 milliard so'mga to'g'ri kelmoqda. Yangi O'zbekiston so'nggi yillarda barcha sohalardagi buyuk islohotlar, keng qamrovli islohotlar, eng muhimi xalq manfaatini o'ylagan, xalqqa, yurtning rivojiga xizmat qiladigan islohotlarga tayangan. Bu borada IT sohasi, raqamlashtirish sohasi, sun'iy intellekt sohasi ham so'nggi yillarda hurmatli prezidentimizni e'tiborlari, ishonchlari va qolaversa shu viloyatimiz rahbariyatini ko'plab bizlarga bergan imkoniyatlar natijasida Namangan viloyatida ham yangi bosqichga chiqdi desak, noto'g'ri aytmagan bo'lamiz. Sababiki bugungi kunda Namangan viloyatida atiga bir 3-4 yil oldingi statistik ma'lumotlarni qarasak, ikkita yirik kompaniya tomonidan IT eksport amalga oshirilgan bo'lsa, bugungi kunda minglab yoshlar tomonidan, hattoki xotin-qizlar tomonidan ham xonadonda o'tirib turib yoki mana bu qurilgan IT park kabi infratuzilmasi rivojlangan joylarda turib IT eksportlar ko'rsatib kelinmoqda. Bu yurtimizda shu sohaga qaratilayotgan e'tiborning bir natijasi. Namangan tajribasi sifatida shu 2020-yil oxiri 2021-yil boshida barcha hududlarda Namangan IT skollari tashkil etilganligi, shu o'tgan 4 yil 5 yil davomida yuzlab professional darajadagi IT mutaxassislarni viloyatimizga tayyorlab berdi va o'z-o'zidan bu o'z navbatida IT eksportining salohiyatini rivojlanishga eng muhim bosqichlar. Bugun hayot realizatsiyaga aylandi. Namangan viloyati yoshlarining startaplari bugun jahonda eng rivojlangan davlatlarida sotilmoqda, hayotga tatbiq etilmoqda va foydalanmoqda. Viloyatda 2025-yil boshidan jami 86 ta startap loyihalari shakllantirilgan bo'lib, ulardan 10 tasi 460 ming AQSh dollari miqdorida moliyalashtirilgan. IT sohasi vakillaridan tashkil topgan delegatsiya tomonidan Namangan viloyatining IT eksport salohiyatini oshirish, yirik xorijiy IT kompaniyalarini viloyatga jalb qilish maqsadida joriy yil davomida bir qancha xorijiy davlatlarga xizmat safarlari tashkil etildi. Jumladan Qirg'izistonning yetakchi eksportyor IT korxonalari bilan kelishuvga erishilib, viloyatda uning 2 ta filiali tashkil etildi. Mazkur tuzilmalarga IT Park filiali rezidenti maqomi berilishi orqali 50 ta yangi ish o'rni ham yaratildi. Ular tomonidan 2026-yil yakuniga qadar 1 million AQSh dollarlik eksport xizmatlari amalga oshirilishi kutilmoqda. Shuningdek, Rossiyaning top 10 taligiga kiruvchi Smarter Call markazi o'z filialini ochib, qo'shimcha 40 nafar yoshlarni ish bilan ta'minladi. Bundan tashqari Chortoq tumanida faoliyat yuritayotgan yillik aylanmasi 600 ming AQSh dollarini tashkil etuvchi mahalliy korxona ham IT Park rezidentligiga jalb qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlariga bir qancha dasturiy mahsulotlar, IT xizmatlar ko'rsatib kelyapmiz. Qolaversa, Rossiya, Belorussiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya davlatiga to'g'ridan-to'g'ri IT xizmatlarni amalga oshiramiz. Dakor IT degan rezident kompaniyamiz misol dunyoning 90 dan ortiq davlatlarida o'zlarining IT servis xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda. Eng muhim jarayonlardan biri bu shu IT infratuzilmani yaxshilanishi, yangilanishi. Bugungi kunda Namangan shahri markazida qad ko'targan bu yangi zamonaviy IT park yoki yangi Namangan direksiyasida qurilishi rejalashtirilgan yangi IT park binosi, qolaversa mana Namangan davlat texnika universitetida sun'iy intellekt laboratoriyasi va vaziyatlar markazi qurilyapti. Bular hammasi shu yoshlarimizga, qolaversa viloyatimizdagi ITchilar uchun eng muhim jarayon bo'lgan infratuzilmani yaratib berishda imkoniyat. 2021-yil boshida
atigi 3 nafar rezident faoliyat yuritayotgan bo'lsa, bugungi kunda rezidentlarimiz soni 90 nafardan oshib 100 nafarga ketgan. Hozir yana belgilangan tartibda 10 nafardan ortiq biz shu kompaniyalarning hujjatlarini taqdim etganmiz. Yil yakuniga qadar rezidentlar sonini 100 nafardan oshishga bor kuch-qudratimiz bilan harakat qilyapmiz. Qolaversa, IT eksport salohiyatini ham shu yil yakuniga qadar Namangan viloyatida 7 million dollardan oshiq IT eksport xizmatini ko'rsatish rejalashtirilgan. O'tgan yillarda qarasak ham atiga Namangan shahar va shahar atrofidagi ba'zi bir tumanlardagina IT eksport yoki IT kompaniyalar faoliyat yuritgan bo'lsa, bugun viloyatimizning barcha tumanlarida, barcha hududlarida to'liq IT kompaniyalar, IT rezidentlar faoliyat yurityapti. Qolaversa, chekka qishloqlardan, xotin-qizlar tomonidan yoki yosh frilanserlar tomonidan IT eksport xizmatlari ko'rsatib kelinmoqda. Bugun soha taraqqiyotiga yangi investitsiyalarni jalb etish, bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar o'z natijasini ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, IT sohasi infratuzilmasini yaxshilash, jahon bozoridagi faoliyatini yanada kengaytirish va zamonaviy kadrlar tayyorlash masalasi ham alohida e'tibor markazida. Joriy yilda Namangan IT parkida 1000 nafar yoshlarni soha bo'yicha o'qitib, ularga raqamli texnologiyalarni o'ziga xos sir-sinoatlarni o'rgatish, malakali dasturchi bo'lib yetishishlariga ko'maklashish va ularga sertifikatlar topshirish rejalashtirilgan. O'tgan 6 oy yakuni bilan mazkur ko'rsatkich 80% ga bajarildi. Yosh startapchilarga bilim berishda Germaniya, Yaponiya va Janubiy Koreya davlatlarida malaka oshirgan dasturchilar jalb etildi va ular maxsus kurslarda o'qitildi. Natijalar yomon emas. Respublika miqyosida o'tkaziladigan bir nechta tanlov va loyihalarda arzigulik yutuqlarga erishildi. Xorijiy davlatlarda ishlab chiqarayotgan robotlardan ilhomlangan holda men ham Namanganda ushbu robotini yaratdim. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rganishda yordam beradigan robot hisoblanadi. Ushbu robot bolalarga inglizcha so'zlarni o'rgatadi hamda to'g'ri javoblarni mukofotlash orqali bolalarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshiradi va shu kungacha 20 dan ortiq maktabgacha ta'lim muassasalarida amaliyotlardan o'tkazildi va undan ortiq takliflar tushib kelmoqda. Bu loyihani yaratishdan maqsad zamonaviy texnologiyalar orqali ta'lim sifatini yaxshilash va bolalarning ingliz tilini osonroq o'zlashtirishiga ko'maklash. Prezidentimiz tomonidan startaplar, innovatsion g'oyalar va yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratilayotgani biz kabi yoshlar uchun katta bir motivatsiya bo'lmoqda. Yaratilayotgan imkoniyatlar tufayli yoshlar o'z g'oyalarini, startaplarni amalga oshirishmoqda. Shular qatorida o'zim ham Namangandagi bo'lib o'tgan Mirzo Ulug'bek Vorislar Respublika ko'rik tanlovida respublika bosqichida qatnashib, g'oliblikni qo'lga kiritdim. Kelajakdagi maqsadim ushbu loyihamni yanada rivojlantirib, nafaqat O'zbekiston, balki xalqaro, ya'ni chetlarga ham olib chiqib rivojlantirishdir. Ekspert darajasiga yetkazib, o'zimning texnologik kompaniyamni tashkil etishni maqsad qilganman. Hurmatli Prezidentimiz tomonidan yaratilayotgan yoshlarimiz uchun hamda xotin-qizlarimiz uchun yaratilayotgan keng imkoniyatlardan foydalanib, raqamli texnologiyalar yo'nalishida o'z ustimda bilim va malakalarimni oshirib kelmoqdaman. IT sohasiga 3 yildan beri qiziqaman. Shu yo'nalishda ishlab kelmoqdaman va shu yo'nalishim bo'yicha o'qishga kirdim. O'z ustimda ishlab ko'plab startap loyihalarini qildim. Shulardan biri o'zimning loyiham Muammo Hub. Hozirgi kunda katta muammoimiz ko'plab startaplarning bozorda xaridor yo'q. Chunki startapchilar o'zlarining taxminiy, o'zlarining g'oyalariga asoslanib startaplar qiladi, lekin u muammoga yechim bo'lmasligi sababli uni xaridori bo'lmaydi. Shu sababli men bitta platforma yaratmoqchiman. Bu platformada aholi o'z muammolarini yozadi, startapchilar unga o'sha muammolari hal bo'ladigan startaplarni qilib beradi. Ham aholining muammolari hal bo'ladi, ham startapchilarning birinchi mijozi ham tayyor bo'ladi. Bu loyihamni nafaqat O'zbekiston bozorida, balki xalqaro bozorlarda ham keng targ'ib qilish. Men mana shu yo'nalishim bo'yicha startaplarni qilishim uchun universitetimizda, balki shu Namangandagi IT parklarda, IT schoollarda ko'plab imkoniyatlar mavjud. Shulardan foydalangan holatda o'zim startaplarimiz ustida ishlamoqdaman. Raqobat yuqori global bozorda faoliyat yuritish uchun doimiy o'rganish va malaka oshirish talab etiladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda Namangan viloyatida IT sohasini rivojlantirish faqatgina texnologiya masalasi emas, balki ijtimoiy va ta'limiy islohotlarning ham ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Maktablardan boshlab oliy ta'lim muassasalarigacha raqamli savodxonlikni oshirish, yoshlarni xalqaro standartlarga mos tayyorlash ustuvor vazifa sifatida ko'rilmoqda. Bunga Namangan IT Park alohida e'tibor berib, yangi loyihani ham ishlab chiqdi.
Hozirgi kunda bilamizki, O'zbekistonda eng katta e'tiborlardan biri bu bizning xotin-qizlarimizga bo'lgan e'tibor hisoblanadi va shundan foydalangan holatda biz 2026-yilda Namangan viloyatida juda ham katta dastur tashkil qildik, ya'ni Namangan raqamli avlod qizlari. Ya'ni shu dasturga Namangan viloyatidagi IT yo'nalishdagi qizlarni jalb qilish va ularni startaplarni olib chiqishga yordam berish loyihalari hisoblanadi. Juda ham bizni qoniqtirdi. Bu loyihani boshlashimiz bilan viloyat bo'yicha 100 dan ortiq qizlar bizga yozilishga ariza berishdi. O'zlarini startaplari bilan chiqishdi, g'oyalari bilan chiqishdi. Namangan qizlari hozir hamma yerda yetakchi bo'lishni boshlashdi. Hozirgi kunda bizda 50 ta qiz IT yo'nalishida ish bilan ta'minlangan, ya'ni mana shu raqamli avlod qizlari tomonidan. Bu albatta nimani natijasi? Bu prezidentimizni ayol qizlarga bo'lgan katta e'tibori. Bizning rejamiz mana shu 2026-yilning oxirigacha 50 nafarni 100 nafarga yetkazish, ya'ni ham ko'paytirish. Namangan viloyatida IT park rezidentlari soni 90 tani tashkil etmoqda. Raqamlarni o'tgan yilga nisbatan tahlil qilganda 1.4 barobar oshishga erishilgan. Bugun mazkur rezidentlarning 19 tasi eksport, 26 tasi raqamli ta'lim, 25 ta mahalliy bozorga, 10 tasi litsenziyalarni sotish hamda kreativ iqtisodiyot yo'nalishida IT xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda. Yil yakuniga qadar rezidentlar sonini 105 taga yetkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, 2025-yil yakuni bilan IT park rezidentlari xodimlar soni 500 nafarni tashkil etgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib ular soni 570 nafarga oshdi. Ushbu ko'rsatkichni yil yakuniga qadar 1000 nafarga olib chiqiladi. Shuningdek, yil yakuniga qadar viloyatda IT eksportini 7 million dollardan oshirish rejalashtirilgan. Dunyoning katta yirik kompaniyasi bo'lmish EPAM Systems kompaniyasida senior AI engineer sifatida va Alloy kompaniyasini ta'sischisi va texnik direktori sifatida faoliyat olib bormoqdaman. O'qishimni Koreya davlatida tamomlaganman. Men o'qigan payt va hozirgi O'zbekiston o'rtasida juda katta farq bor. Bunga asosiy sababi prezidentimizning IT va sun'iy intellektga berayotgan e'tiborlari deb bilaman. Dunyoning Fortune 500 kompaniyalaridan O'zbekistonga ular qiziqish bildirib kirib kelmoqda. Va bizning juda ko'p yoshlarimiz o'sha kompaniyalarda tajriba olib va shu kompaniyalarga O'zbekistonda turib, chet el kompaniyalarida faoliyat olib borishmoqda. Sog'liqni saqlash, logistika va agrotek sohalari bo'yicha bir necha startaplarimni men Amerika va Yevropa bozorlariga sotganman. Yevropa kompaniyalari hozirda ishlatishmoqda va sog'liqni saqlash bo'yicha Amerikaning bozoriga demensiya kasalliklari bo'yicha bir startapimni ham sotganman. Fox Group tashkil etganman va unda 50 dan oshiq yoshlar meni Fox Groupimda bor va ular bilan biz qanday startap qilish kerak bo'yicha men treninglar o'taman u yerda. Ba'zi yoshlarimiz hatto respublika darajasida yuqori o'rinlarda egallab kelmoqda. Hozirda yana bir proses ketyapti. Shaxsiy kompaniyamni To'raqo'rg'onga ochmoqchi bo'lib turibman va biz IT eksportini butun jahonga To'raqo'rg'on yoshlari nimalarga qodirligini ko'rsatib bermoqchiman. Ismim Javohirbek, Germaniyadagi Frankfurt universitetida dasturiy muhandislik yo'nalishida tahsil olib kelganman. Oxirgi yillarda hurmatli prezidentimiz tomonidan axborot texnologiyalari sohasiga yaratib berilayotgan imkoniyatlar va sharoitlar tufayli O'zbekistonga qaytib, shu yerda O'zbekistonda o'z ish faoliyatimni yuritishga qaror qildim. Jamoamiz bilan birgalikda sun'iy intellekt yordamida Kosonsoy tumanining va Namangan viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy tahliliy ma'lumotnomasini amalga oshirdik va natijaga ko'ra Kosonsoy tumanining va Namangan viloyatining IT sohasida keng imkoniyatlari mavjudligini aniqladik va hozirgi vaqtda xorijiy kompaniyalarni Namangan viloyatiga jalb qilishni boshladik. Hozirgi vaqtda Kosonsoy tumanida IT skullarida kompyuter savodxonligi va shuningdek sun'iy intellekt texnologiyalari savodxonligini oshirish bo'yicha qo'shimcha kurslarimiz ochilgan. Hozirgi kunda yoshlarimiz aktiv aynan mana shu yo'nalish bo'yicha shu sohani o'qib kelishmoqda. Kelgusi yillarda maqsadlarim sun'iy intellektni nafaqat raqamli iqtisodiyot, balki barcha yo'nalishlarga integratsiya qilish.
Axborot texnologiyalari sohasi rivoji faqat dasturlash va freelans yo'nalishlar bilan cheklanib qolmayapti, balki IT xizmatlar ekotizimining yangi bosqichiga chiqib borayotganini ham ko'rsatmoqda. Jumladan, IT park hududida faoliyat yuritayotgan alohida bo'limlar va xizmatlar markazlari viloyatning raqamli salohiyatini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Shu kabi yo'nalishlardan biri sifat nazorati operatorlari faoliyatidir. Ushbu mutaxassislar zamonaviy raqamli xizmatlar zanjirida muhim bo'g'in sifatida ishtirok etib, xorijiy hamkorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatgan holda ish olib boradilar. Ular asosan tashqi mijozlar bilan kommunikatsiya qilish, xizmatlar sifatini nazorat qilish, loyihalarning talabga muvofiq bajarilishini tekshirish hamda xalqaro standartlarga mosligini ta'minlash vazifalarini bajaradilar. 3 yildan beri sifat nazorati operatori bo'lib xizmat qilaman. Biz ishimiz asosan shu chet el bilan bo'lgan loyihada chet eldagi onlayn mashina bozorida mashinalarning rasmlarini qabul qilamiz, undagi rejektlarni sotuvchilarga yozib qaytaramiz va uni shu anaqamizda boshqa bo'limga o'tkazamiz. U bo'limdagi bolalar kesib onlayn savdoga chiqarishadi. Jamoamiz 20 tadan oshiq ayollar, 10 taga yaqin yigitlardan iborat. Ish 2 smenada ishlaymiz. Angliya bilan ishlaymiz. Undan tashqari kechki smenalarda Avstraliya, Yangi Zelandiya, Amerika dilerlari bilan ishlaymiz. Ish jarayonida asosan shu mashinalarni qanday holatda tayyorlab berish, xaridorlarga qaysi holatda yoqishi yoki bo'lmasa qanday holatda tayyorlab savdoga chiqazaylik. Mana bu joylarda nojo'ya holatlar bor. Reklama paytida bu bizga minus taraf olib kelmaydimi degan muloqotlar bo'lib turadi. Ular bizga tushunchalar berishadi yoki biz ularga tushunchalar berib o'zaro muloqot almashib turamiz bir-birimiz bilan. IT sohasidagi eng muhim yutuqlardan biri eksport salohiyatining shakllanishidir. Ilgari mahalliy bozor bilan cheklangan xizmatlar endilikda xalqaro platformalar orqali AQSh, Yevropa va Osiyo mamlakatlariga eksport qilinmoqda. Ishlab chiqilgan maxsus platformalar orqali namanganlik dasturchilar, dizaynerlar va SMM mutaxassislari xorijiy mijozlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ish olib borish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Ta'kidlash joiz, IT sohasi bugungi kunda eng yuqori talabga ega va ustuvor sohalardan biri hisoblanadi. Startaplar tortib eng yirik kompaniyalargacha yaxshi IT mutaxassisga ehtiyoj sezadi. Shu tufayli ham ushbu mutaxassislarga bo'lgan talab yuqori. Tadbirkorlar, kompaniya va tashkilotlar malakali IT xodimi uchun yuqori maosh to'lashga ham doim tayyor. Umuman olganda 2025-yil IT kompaniyalari uchun serdaromad yil bo'ldi. Masalan, DataSite kompaniyasi tomonidan qator davlatlarga eksport amallari bajarildi. Kompaniyamiz 2005-yilda birinchi IT kompaniyalaridan biri bo'lib, birinchi bo'lib Toshkentda ochilgan. Hozirda Namanganda filialimiz bor. 100 ga yaqin ishchi xodimlarimiz bor. Ko'proq biz xotin-qizlarga ishchi o'rin yaratib berganmiz. 40 dan ortiq ayollarimiz, qizlarimiz ishlashadi. Bu loyiha Buyuk Britaniyaning Sitnav kompaniyasi bilan birgalikda qilingan shartnoma asosida ishlanadi. Biz xizmat ko'rsatamiz. Bu jarayon ko'proq avtomobil bozoriga tegishli. Bizda e'longa chiqadigan har bitta avtomobillarni Buyuk Britaniyaning butun avto bozori, dilerlari, har bir sotuvga chiqiladigan onlayn avtomobillarni bizda sifatini tekshirib o'tirishadi. Shu ayollar to'g'ridan-to'g'ri fotograflar bilan birga ishlashadi. Qaysi bir rasm noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, darrov qaytarishadi. O'sha turgan zahoti fotograf o'sha kadr qaytadan bizga rasmga olib tashlab beradi. 3 yil oldin boshlanganda ikkita operatorimiz ishlardi. Sifat nazoratiga qattiq e'tibor berganim sababi hozir operatorlarimiz o'zi 40 dan ortiq. Butun Angliya bo'yicha, Britaniyaning butun sotuvga chiqayotgan mashinalarini nazoratini shu yerdan o'tkazamiz. Hozir yangi qo'shilganlar Nova Zelandiya bor, Avstriya bor va yana ko'p davlatlar hozir yaqin kunda ko'paymoqchimiz. Xudo xolasa, ishchi o'rinlarimiz rosa ko'p bo'ladi degan umiddamiz. Bizga asosan til bilimdonlar kerak bo'ladi. Shu sabab endi hozirgi kunda biz o'zimiz o'qitib, o'zimiz ish bilan ta'minlaymiz. Kompyuter savodxonligini o'rgatamiz. Keyin so'ng ingliz tili. Mana ko'p ishchilarimiz 7 oy, 8 oy mobaynida mustaqil gaplasha oladigan bo'lishgan paytlarda darab ish bilan ta'minlaymiz. Viloyatda IT park rezidentlari soni ortib bormoqda. Yoshlar uchun koding maktablari, raqamli texnologiya markazlari va onlayn o'quv platformalari kengaymoqda. Bu jarayonda asosiy e'tibor kadr tayyorlashga qaratilgan. Chunki zamonaviy iqtisodiyotda tabiiy resurslar emas, balki inson kapitali va bilimi asosiy boylik sifatida namoyon bo'lmoqda. Namanganlik yoshlar uchun dasturlash tillari, web dizayn, mobil ilovalar yaratish va freelance imkoniyatlari tobora kengaymoqda. Quvonarlisi, axborot texnologiyalari sohasining rivoji faqat shahar markazlari
bilan cheklanib qolmayapti, balki tuman va qishloq hududlarigacha keng yoyilmoqda. Bu esa viloyatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning amaliy natijasi sifatida namoyon bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus, jumladan 3-tashabbus doirasida bugungi kunga qadar Namangan viloyatidagi 12 ta IT school va IT parklarning ta'lim yo'nalishidagi rezidentlari tomonidan jami 22 ming nafardan ortiq aholi, yoshlar va davlat xizmatchilari raqamli texnologiyalar sohasida o'qitilib, malakasi oshirildi. Xususan, Chortoq tumanida faoliyat yuritayotgan IT school markazi yoshlarni zamonaviy IT kasblarga tayyorlashda muhim o'rin tutyapti. Ushbu ta'lim maskanida o'quvchilar veb dasturlash, grafik dizayn, kompyuter savodxonligi, sun'iy intellekt va boshqa raqamli yo'nalishlar bo'yicha bilim olishmoqda. Eng muhimi, bu yerda ta'lim faqat nazariy emas, balki amaliyotga yo'naltirilgan tarzda tashkil etilgan bo'lib, yoshlar real loyihalar ustida ishlash imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Men 2025-yildan boshlab IT School o'quv markaziga keldim. 8 oylik grafik dizayn kursi mobaynida asosan Adobe Photoshop, Corel Draw, Illustrator, Figma va Premiere Pro dasturlarini o'rgandim va hozirgi holatda freelance sohasida ish olib boryapman va hozirgi holatdagi daromadim $1000 tashkil etadi. Kelgusida grafik dizayn sohasi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lib turib, o'zim o'quvchilarga bitta o'quv markazi tashkil qilmoqchiman. Ana shunday sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga barcha yoshlar tomonidan rahmat aytib qolaman. Kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi voucher berildi va men bu yo'nalishda o'quv markazida 2 oy ta'lim oldim va shu yo'nalishim bo'yicha sertifikatga ega bo'ldim. Hozirgi kunda Chortoq IT School o'quv markazida o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Bu o'quv kursida 2 oy muddatida Word, Excel, grafika yo'nalishlarida ta'lim oldim va sertifikatga ega bo'ldim. Men 2 oy davomida kompyuter savodxonligi va dizaynni o'rgandim. Men hozirda yordamchi o'qituvchi sifatida IT School o'quv markazida o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. IT School kabi markazlar hududlarda kadrlar tayyorlash tizimini yangi bosqichga olib chiqmoqda, chunki zamonaviy iqtisodiyotda raqobatbardosh mutaxassis bo'lish uchun faqat bilim emas, balki amaliy ko'nikma ham talab etiladi. Shu nuqtai nazardan Chortoqdagi ushbu markaz yoshlarning kelajak kasbini aniqlash va ularni global mehnat bozoriga tayyorlashda muhim platforma vazifasini bajarmoqda. Bu kabi tashabbuslar IT sohasini rivojlantirish faqat markaziy dasturlar bilan emas, balki hududiy ta'lim muassasalari orqali ham tizimli ravishda amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. Chortoq IT School o'quv markazi 2020-yildan beri o'z faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Shu yillar davomida Chortoq tumanidagi 5000 dan ortiq yoshlarga zamonaviy kasblarni o'rgatib kelmoqdamiz. Tumandagi yoshlar bo'sh vaqtlarida kelib, bizning o'quv markazida ta'lim olishlari mumkin. Bundan tashqari, bandlikka ko'maklashish va kambag'allikni qisqartirish bo'limi bilan hamkorlikda aholini band bo'lmagan qismini ham o'qitishni yo'lga qo'yganmiz. Hozirgi kunda yil boshidan beri 100 dan ortiq band bo'lmagan aholining qismi zamonaviy kasblarning turli yo'nalishlarda tahsil olib kelishmoqda. IT School o'quv markazi IT o'quvdan tashqari dasturlash sohasi bilan ham shug'ullanadi. Biz yuqori salohiyatli o'quvchilarni saralab olib, ish bilan ham ta'minlaymiz. Asosiy dasturiy ta'minot ishlab chiqish bilan shug'ullanamiz. Hozirgi kunda Chortoq IT School o'quv markazi 15 nafar freelancer o'z faoliyati bilan shug'ullanib kelmoqda. Ular turli xil buyurtmalarni qabul qilishadi va masofadan turib buyurtmalarni amalga oshirishadi. Grafik dizayn, veb dasturlash yo'nalishlari bo'yicha o'zlarining xizmatlarini dunyo bozoriga taklif qilishadi. Bizning asosiy maqsadimiz O'zbekiston bozoriga malakali yetuk IT kadrlarni ishlab chiqish va dunyo bozoriga chiqish. Namangan viloyatida axborot texnologiyalari sohasining rivoji so'nggi yillarda iqtisodiy modernizatsiyaning eng muhim yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Avvallari asosan qishloq xo'jaligi va yengil sanoatga tayangan hudud endilikda bilim va raqamli iqtisodiyot sari dadil qadam tashlamoqda. Mazkur o'zgarishlar nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlarni, balki yoshlar dunyoqarashi, mehnat bozori va ta'lim tizimini ham yangi bosqichga, yangi yo'nalishga olib chiqmoqda. Xulosa qilib aytganda, Namangan viloyatida IT sohasi hali shakllanish bosqichida bo'lsa-da, uning salohiyati katta, bozorda ham o'z o'rniga ega bo'lishi mumkin. Bu esa yangi ish o'rinlari, yuqori daromad va iqtisodiy barqarorlik sari muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.